Bilasizmi, Michael Jackson soat 3:30 kechasi uyg'onib ketardi. Yangi ideyalar kelsa, studiyadagilarga telefon qilardi. Hammang tez yetib kellaring deb. Odamni tupoymi bu? Nima deyapti? Jinniromi ertaga qilsak bo'lmaydimi deb aytishardi. Bir kuni menejeri aytgan Michael Jacksonga. Nimaga ertaga qilsak bo'lmaydimi deb. Yo'q. Xudo menga ideyani hozir berdi. Hozir uyg'otdi, yarim kechasi 3da. Agar men bu ideyani hozir amalga oshirmasam, bu Prince'ga beradi Xudo deb. Prince degan konkurenti bo'lgan buni. Joyi deb, ana pichoqni qiziganda bos deyshadi-yu, xuddi shunaqa qilganda. Yoshimizni, energiyamizni ko'p onasini emsin. 16 yoshdan 22 yoshda bo'lgan bolalar riskovать qilishga qo'rqadi. Inson ideya g'oya keldimi zo'rmi? Bosing onasini emsin, bosing gazni. Shunda o'shanda oxirigacha olib boring shuni. Nimaga fucking qilmaysiz mashina? Sizga savol. Savol sizga. Nimaga bosmaysiz gazni?